Futbol bo'yicha jahon chempionati turnirining C guruhi vakillari bilan tanishamiz. Braziliya, Marokash, Shotlandiya hamda Gaiti terma jamoalari. Braziliyaga alohida to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik ularni taniydi, ularni biladi. Bu jamoa 23-marta ketma-ket bu turnirda qatnashyapti va bu yagona jamoa har chempionatda qatnashgan. Tarkibni tanlashda, umuman o'yinchilarni saralashda juda ham qiyinchiliklarga uchradi va oxirgi daqiqalarda Neymarning kelib qo'shilishi ko'proq uning formasiga bog'liq emas. Uning ko'proq avtoritet yoki kiyinish xonasidagi qanaqadir o'zini obro'si bilan erishdi deb o'ylayman. Chunki terma jamoaga tushmagan yoki qatnashmagan o'yinchilardan alohida yana bir tarkib tuzsa bo'ladi bemalol. O'tgan jahon chempionatida yarim finalga yetib borgan Marokash terma jamoasi ham Braziliyaga raqobat bo'lmagan taqdirda ham, lekin juda ham yaxshi natija ko'rsatadi degan umiddaman. Ularning bosh murabbiyi Valid Regragi hisoblanadi va jahon chempionatida ularning ishtirok soni 7 ta. Shotlandiya haqida ham iliq fikrlar bildirish mumkin. Jamoa murabbiyi taniqli va tajribali Steve Clark. Jahon chempionatida ular 9-marta ishtirok etishmoqda. Asosan legionerlardan iborat 15 ta ularning soni va Scott McTominay hamda Andrew Robertson bu mavsum juda ham ajoyib o'yin ko'rsatishdi va bemalol o'rta miyona jamoalar bilan yoki jahon chempionatida ilk marta qatnashayotgan tajribasiz jamoalar bilan birinchi raqamli o'ynashlari ham mumkin deb o'ylayman. Va Gaiti haqida bizda ma'lumotlar kam. Ularda legioner o'yinchilar 99% ni tashkil qilgan taqdirda ham, lekin ko'pchilik ularni tanimasligi mumkin. Asosan ular Gretsiya, Turkiya chempionatlarida ishtirok etishadi va ular bu jahon chempionatida 2-marta qatnashmoqda. D guruhiga navbat. U yerda yana bir mezbon jamoa Amerika Qo'shma Shtatlari, Paragvay, Turkiya hamda Avstraliya jamoalari qatnashadi. Bu guruhda ham yaqqol favorit yo'q. AQSh terma jamoasi mezbon, juda ham taniqli, kuchli legionerlarga ega. Jahon chempionatida 12-marta qatnashmoqda va eng yaxshi natijasi 3-o'rin hisoblanadi, lekin bu juda ham oldingi zamonda 1930-yilda sodir bo'lgan edi. Mahalliy o'yinchilar soni atiga 4 dona va 22 ta legioner o'yinchisi bor. Christian Pulisichni taniymiz, Weston McKennie'ni taniymiz, Veyani taniymiz va hozirgi vaqtda ular asosan Italiya A seriyasida to'p surishadi. Paragvay terma jamoasi murabbiyi Gustavo Alfaro 9-marta jahon chempionatida qatnashmoqda va ularning eng yaxshi natijasi chorak final 2010-yilda. Ular juda ham intizomli va bu terma jamoani ko'proq men Ispaniyaning Atletico Madrid jamoasiga o'xshatgan bo'lardim. O'ynash stili, himoyaviy uslub, o'yinchilarga jismoniy tayyorgarlikni yuqori saviyada talabi va har bitta to'pni berib qo'ymaslik, pressing shunaqa xarakterdagi jamoa deb hisoblayman va 3-jamoamiz Turkiyaga o'tadigan bo'lsak, yulduzli futbolistlar juda ko'p. Turkiya terma jamoasini hozir italiyalik mutaxassis Vincenzo Montella boshqarib bormoqda. Ular 3-marta jahon chempionatiga qatnashishadi va orada uzilishlar bo'ldi. 24 yil ular mundialda qatnasha olishmadi va bu natija ularga yangi avlod, yangi yosh avlod yetishib chiqqanidan dalolat beradi. Avstraliyani bilamiz, asosan intizomga e'tibor berilgan jamoa va ularning o'yin uslubini ko'proq APL uslubida deb hisoblardim. Temp jihatdan balkim APLda o'ynayotgan futbolistlarga yetisha olmasligi mumkin, lekin uslub jihatdan ular juda ham yaqin.
22 ta legioner, 4 ta mahalliy o'yinchi. Bu asosan tajribaga va PL, La Liga yoki Shotlandiya chempionati tezligini ifodalovchi o'yinga asoslangan bo'ladi.